Siz introvertmisiz yoki ekstravert? Har 10 tayoqda chiqib bizga psixologik so'zlar bilan tashxis qo'yayotganlar o'zi nima haqida gapiryapti? Shu videoda eng ko'p ishlatiladigan psixologik va sleng tushunchalarini oddiy qilib tushuntirib beraman. Pick me ayollarga nisbatan ishlatiladi va o'zini haddan tashqari ko'rsatishga urinadigan, qaysidir ma'noda suyuq degani. Down bu sindrom bo'lib ko'pincha ona 35 yoshdan qari bo'lsagina nasib bo'ladigan odamning beta versiyasi, ya'ni aqliy va jismoniy tarafdan rivojlanishi ancha past. Zadrot bu biror narsaga haddan tashqari berilib ketgan odam. Neandertal bu qadimgi odam turi. Homo sapiens bu zamonaviy odamlar. Feminist bu downning sinonimi. NPC ko'pincha o'yinlarda qo'llaniladi va sujetga umuman aloqasi yo'q. Даже ismi ham yo'q, u shunchaki bor. Abuser qo'pol va boshqalarga zarar yetkazadigan, haqoratlaydigan odam. Cringe bachkana va sharmandali. Zoomer yangicha fikrlovchi Z avlod. Boomer bu eski va eskicha fikrlovchi avlod. Agar ushbu videoda 1000 ta like yig'ilsa, keyingi video Zoomer va boomerlar orasidagi farq haqida bo'ladi. Autist bunday odamlarning miyasi ma'lumotlarni boshqacha qayta ishlaydi va dunyoni boshqacha qabul qilishadi. Cornyball zo'r ko'rinishga urinadigan, sun'iy emotsiya qiladigan odam. Introvert bu yolg'izlikni xush ko'ruvchi odam, ko'pincha haddan tashqari uyatchay ham bo'lishadi. Ekstravert ular odamlar bilan muloqot qilishdan energiya oladi. Va shu yerda aytib o'tish kerak, introvertlik bu yaxshi narsa emas. Ya'ni introvertlik bo'lmaganda bu kanal ertaroq boshlangan bo'lardi va Billie Eilishni eshitish yoki shunga o'xshash narsalar introvertlikni bildirmaydi. Ambivert bu ekstravert va introvert orasi. Narsist boshqalarga og'riq berishdan zavq oladigan odamlar. Mazoxist o'ziga og'riq berishdan zavq oladigan odam. Gamofob bu kamalak rang bayroqlar va qaychilarga salbiy munosabatda bo'ladigan inson. Rassist tana rangiga qarab, narsist millatga qarab odam ajratuvchilar. Melanxolik chuqur o'ychan sokin odam. Xolerik tez jahli chiqadigan odam. Toksik doimiy negativ odam. Zoomer Punk kanali o'z auditoriyasini sifatli kontent va sifatli kontent makerlar bilan tanishtirish uchun yangi ijodkorlarni jalb qilmoqda. Zoomer sneakerslari ko'prog'iga loyiq. Bu Zoomer Creators loyihasi sizlar bilan bitnet. Shu videoning birinchi qismi va shunga o'xshash geek kontent kanalimda bor va Telegram kanalimda Zoomer analidan tank o'qini qanday chiqarib olingan videoni tashlab qo'yganman.